Hindiston Kashmirdagi teraktdan so'ng barcha pokistonliklar mamlakatdan chiqarib yuborilishi e'lon qildi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Pokiston fuqarolariga Hindistonda kirishga ruxsat berilmaydi. Pokistonliklarga avvalroq berilgan barcha vizalar bekor qilingan hisoblanadi. Hozirda Hindistonda bo'lgan har qanday pokistonlikka mamlakatni tark etishi uchun 48 soat vaqt beriladi, deyiladi Hindiston hukumati bayonotida. Nyu-Dehlikadagi Pokiston diplomatik missiyasining harbiy maslahatchilari persona non grata deb e'lon qilindi. Ular Hindistonni tark etishlari uchun bir hafta muddat berildi. Bundan tashqari, mamlakatlar orasidagi Attari nazorat punkti yopiladi. 22 aprel kuni Hindiston shimolidagi Jammu va Kashmir mintaqasida trank sodir etilgani haqida xabar berilgandi. Jurnalistlarga ko'ra, qurollangan terrorchilar Pahalgam shahri yaqinidagi Baysaran vodiysida so'qmoqqa chiqayotgan sayyohlarga o't ochgan. Hujum oqibatida kamida 27 nafar sayyoh halok bo'lgan, 20 ga yaqin odam yaralangan. Kashmirdagi otishma natijasida halok bo'lganlar soni 20 nafardan oshdi. Agentlikning yuqori martabali politsiya zobitiga tayanib xabar berishicha, halok bo'lganlar soni kamida 24 nafarga yetgan, o'nlab insonlar jarohatlangan. Bu bizning mehmonxonalarimizga qilingan hujum. Haqiqiy vahshiylik. Ushbu terrorchilik harakatini sodir etganlar yovvoyilar, insonlikdan yiroq maxluqlar. Ular faqat nafratga loyiqdir. Ularni qoralash uchun hech bir so'z yetarli bo'la olmaydi, deya munosabat bildirdi mintaqa rahbari Omon Abdulla. Qadrli tomoshabin, shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.